ya'ni sariqlikni zararlari haqida gapirib o'tmoqchiman. Shaxsan o'zimni farzandimda bu narsani kuzatganim uchun fotolampani sizlarga tavsiya etganimni sabablari. Agar fotolampada farzandingiz yotmasa, uni nutqiy hamda aqliy rivojlanishi ortda qoladi. Gapirishi sekinroq chiqadi yoki sekinroq gapiradi, o'zini ko'rsatishga uyaladigan bo'lib qoladi. Ana shu narsalarda fotolampani foydasini siz ko'rasiz. Men o'zim ko'rganman. Ikkinchi farzandim Usmonbekda ham shunaqa sariqlik juda ham kuchli bo'lganda, aynan shu fotolampalardan vaqtida foydalanmaganman. Hozirda shu farzandim 6 yoshga kirgan bo'lsa, undagi kamchiliklarni sezyapman. Ya'ni nutqida juda ham kamchiliklar bo'lgan paytida hozir yo'q. Zreniyasida hozirda kamchiliklari bor. O'ziga yarasha o'sha vrachlarga olib borib, hammasini ko'rsatganimizda -1,5, minus deyarli 2 ga ko'zini zreniyasi pasayganini aytishgan. Ana shu narsalarni oldini olish uchun aynan sizlarga maslahat beraman, tavsiya qilaman farzandingizni fotolampalarda o'z vaqtida yotqizishingizni. Farzandingizni nutqini, aqliy rivojlanishini o'ziga yarasha rivojlantirib beradigan mana shunaqa fotolampalardan foydalanib qoling.